Sarvar, bratishka, qalaysan? Bratan, tinchmi? Salom qani? Sekin de aka. Ertalab uyqudan ozod uyg'onaman, ko'cha to'la odam. Hamon turaman va shoshilaman. Vaqt barakat men uchun bilaman. Lekin pasdan hayotga asta qadam qo'ydim, oyog'im ayamasdan. Bo'laga qani salom alayk. Odamlar hamma salom alayk. Ish harakat barakating qalay. Ko'chada hamma salom alayk. Hamani sevar o'zim bekanadek. Odamlar hamma salom alayk. Ish harakat barakating qalay. Ko'chada hamma salom alayk. Hamani sevar o'zim bekanadek. Salom alayk. Salom alayk. Salom alayk. Ko'chada hamma salom alayk. Salom alayk. Ey bolaka, salom alayk, qani salom alayk. Berganim hali va men uchun hali qaytadimi yomon ovashimi domo salom. Qulupnoylarni yig'ayotganimizda juda ham ko'p qulupnoylar qolib ketgan ekan. Ichim achib videoga oldim. Kamida shu yerda yana 100 kilo qulupnoy tersa bo'lar edi, lekin terganimiz yo'q, farqi yo'q, buzib tashlaylar deb aytishdi. O'shaning uchun qisqacha video qilib o'tib ketganman. Bu yerda bir marta ishlatilar ekan torf. Torf juda ham qimmat turganiga qaramasdan har yili yangi torf qilinar ekan va hammasini musorga borib tashladik. Shu joylari menga juda ham qiziq bo'ldi va hayratda qoldim. Odamlar hamma salom alayk. Ish harakat barakating qalay. Ko'chada hamma salom alayk. Hamani sevar o'zim bekanadek. Odamlar hamma salom alayk. Ish harakat barakating qalay. Ko'chada hamma salom alayk. Hamani sevar o'zim bekanadek. Ey bolaka, qani salom alayk. Ish harakat barakating qalay. Ey bolaka, qani salom alayk. Ko'chada hamma Ish harakat barakating qalay. Ey bolaka, qani salom alayk. Qayt, to'g'ri hayotga qayt, go'zal hayotga qayt, sen yo'lingdan adashma. Qayt, har kimga emas omad, imon insofga qayt, imkon bilan o'ynashma. Qayt, to'g'ri hayotga qayt, go'zal hayotga qayt, sen yo'lingdan adashma. Har kimga emas omad, imon insofga qayt, imkon bilan o'ynashma.
boshqalar indamasdan bu sinovga chidab yashab kelmoqda qanday ayt dunyoda san o'zi kimsan ayt sanga jon berib sog'lom aql berib oyoq qo'lingni bo'tqalab yaratgan kim ayt Keyin bo'lsa yana abadiy rohat baxt uchun toqat iroda e'tiqod insofli nas keragi bo'lar faqat keyin bo'lsa yana abadiy rohat baxt uchun toqat iroda e'tiqod insofli nas keragi bo'lar faqat Все для кухни и Бедненький проголодался. Какой серьезный прям. Qulupnoy sezoni tugab qolganligi uchun men ko'proq teplitsalarda yig'ishga chiqar edim, lekin ungacha qulupnoy terganmiz, malina terganmiz. O'rtacha kuniga shu 40 yevrodan 90 yevrogacha pul topdik.